Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Navbatdagi ishimizni ham boshlab oldik. Xo'p, bu yerga 20 metrga naves qurishdan boshladik. Shunaqa profillarini o'rnatib naves qurib olamiz. Keyin ichiga mana shu yerga полный komplekt letniy kuxna quriladi. Shu ikkita qozon, tandir, mangal, bok, gaz plita, рабочий stol, moyka barchasi shu yerga mana shu tomondan boshlaymiz qurishni. Kuzatib boraveringlar. Naveslarimizni ham tomlarini tarafini terib oldik. Yangi shogird keldi ekan. Ustovi постоянно shu turish. Stashkalarni ham quyib olyapti xudo xolasi. Ishlarimiz davom etyapti. O'choqlarimizni ham boshlash arafasidamiz. Mana bu yerda tandir orqasi bo'sh joy bor edi. Shu yerga shilaka blok bilan devor qilib olamiz. Keyin old tarafiga tandirni va savat qo'yadigan joylarni yasaymiz. Stashkalarimiz quridi. O'choqlarimizni ham mana boshlab oldik. Xo'p, 60 litrlik katta qozon, yoniga ozgina рабочий stol, o'rtaga choy uchun bok, samovar, bu yerga 30 litrlik qozon, bu yerga kattagina 65 talik moyka, gaz plita, atroflarida рабочий stollari bilan tandir va savat qo'yadigan joy qilyapmiz. Shunaqa qizil облицовочный g'ishtlardan uryapmiz. Общий 9 metr joyga joylashdi. Tandirlarimizni ham mana xudo xolasa o'rnatamiz hozir. Ishlar davom etyapti. Hozir elektromontajlari ham ketyapti. Santexnikasi ham, tandiri ham mana davom etyapti. Ustovi mana hali ham shuvash bilan mashg'ul bo'lyapti. Tandirimiz 25 ta nonga mo'ljallangan. Tepada manaqa dimoxod mo'rjalarini ham chiqarib qo'yibdi. Bitta mana shu lampochkasini ham qo'yib qo'ysak, elektrik ishlari ham tugaydi va qolgani pardozlash, tepasida mramor toshlarini bosish ishlari qolyapti, xudo xohlasa. O'choqlarimizni fasad qismlarini bitkizib oldik. Endi tepasiga shu mramor toshmi, kafelmi bosib qo'yamiz. Ochiq joylarga ham gipsokardon bilan bezopasniy qilib, mana qo'shni tarafni to'sib oldik. Endi chiroyli qilib shuvab qo'yamiz. Taraflari keyin tozalash, laklash ishlari qolyapti, montajlar. Tandirda ham orqada mo'rlarni tank qilib chiqarib qo'ydik.
Tepa qismlariga maramarni ham bosishni boshladik. Ko'ksaroy toshlaridan. Mana shu holatda chiqadi ekan. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Navbatdagi elitni kuxnamizni ham bitkizib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Bu xonadonimizga 60 litrlik katta qozon, 50 litrlik choy qaynatish uchun bok, samovar, kunlik ishlatgani 30 litrlik kichkina qozon, 60 talik mo'yka, issiq suv, sovuq suvlari ustanovkasi bilan baholasa, gaz panelimiz bu ham montajlari bo'lgan, hamma yo'qni qilganmiz. Gazlar yonyapti, mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu tarafimiz tandir va savat, nonga savat qo'yadigan joy yasab berganmiz. Shu holatda bo'ldi. Xo'p, taylariga mana qilib gaz taylariga ko'rsating. Mana qilib polkalar qilib berganmiz. Aristonni o'tganmiz bu yog'iga. Bu xolasi. Xo'p. Hozir o'choqlarimiz yoqqanmiz. Ko'rsating. Olovlar yaxshi yonyapti mana. Endi bularni tortishlarini aniq ko'rsatib yuborsak. Hozir pilisos o'choqlarimizni tortishlarini tekshiramiz. Xohlasa mana ko'rayotganinglardek tortishlari yaxshi. Bunisini ham, bogimizni ham kichkina qozonimiz. Go'shtlarni xudo xolasa tutamaydi. Tam xarij. Tandirimizdan tutun qaytarmaydi. Yaxshi. Shu xizmatlarga, mana ko'rayotgan, aytib o'tgan narsalarimizga xonadon egalari 15 million atrofida rasxod qildi. Biz xizmatlarimizdan tashqari bo'ldi. Biz xizmatlarimizga qiziqsanglar, kommentariylarda yozaverasizlar, aytib o'tamiz.